Nima? Telefonim parolini esimdan chiqarib qo'ydim. 1 so'm pul sarflamasdan ochsam bo'ladimi? Bo'ldi, men sizga o'rgataman, lekin bitta videoga like bosib, bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Bir kun kelib sizga kerak bo'lganda osongina topib olasiz. Shu o'rinda aytib qo'yay, Google account bundan mustasno. Like podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Demak, boshladik. Qaranglar, bu knopkalarda ovoz pasaytirgich bilan o'chirish knopkasini birdaniga bosib turamiz. Telefon o'chadi. Qo'yib yuboramiz va teva knopkani o'zini bosib turamiz va yoqish knopkani bosamiz. Telefon yongandan so'ng yoqish knopkani qo'yib yuboramiz. Teva knopkani o'zini ushlab turamiz va uni qo'yib yubormaymiz. Bizga shunaqa menyu beradi va pastga olib tushib turib wipe data qilamiz va yana tushirib turib wipe out data confirm qilamiz. Telefondagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi. Telefonga reboot beramiz. Reboot berganimizdan so'ng kutamiz. Telefon yongandan so'ng aktivatsiya qilib olamiz. Ya'ni rus tilini yoki o'zbek tilini tanlab oldinga boramiz. Ha, aytgandek, agar sizlarda Google account paydo bo'lib qolgan bo'lsa, o'zingizlar Google accountlarni yozib o'tib ketishinglar mumkin. Agar o'ta olmasanglar, shu video 50 ming like yig'sa, uni ham o'rgataman. Reklama. Agarda sizga ishonchli va sifatli gadjetlar, telefonlar kerak bo'lsa, profilimga o'tsangiz, Telegram kanal yoki bo'lmasa Telegram qidiruv menusidan usta X pastga chizgicha savdo deb qidiring. Eng arzon telefonlarni o'sha yerdan birinchilardan bo'lib xarid qilishinglar va narxlarni bilib olishinglar, sotishinglar yoki sotib olishinglar ham mumkin. Like bosing.